Bir vaqtlar meni ham hayotimda kuchli zarbali kunlar bo'lgan. Bu hayot va har birimizda bunday kunlar bo'lishi tabiiy hol. Bu haqida nima gap ochyapman bilasizmi? Ana o'sha vaqtdagi fikrlashlarim doirasida men ham ko'makni bandasidan kutgan edim. Bugun esa minnatdorman. Yordam ilinjida bo'lgan vaqtlarimda menga yo'q javobini bergan va yuzimga eshikni yopgan bir necha insonlardan rostdan ham minnatdorman. Ular tufayli bugun insonlardan hech nima kutmaslikni, berguvchi yolg'iz o'zi, mandalar esa faqatgina sababchi ekanligini aynan shu hodisalar sabab anglab yetdim. Shuning uchun doim bir haqiqatni gapirishdan charchamayman. Sizga yordam berishdan bosh tortganlardan aslo xafa bo'lmang. O'zi bilan gaplashing. Yolg'iz o'zi bilan ayting: "Yo mehribonim, rahimli rahmonim, o'zingdan boshqa iloh yo'q. Men ojizman, sen bilguvchisan."